Azizlar, bizning o'tganlarni xotirlab, ijtimoiy kanalimiz orqali marhum Bozorov G'ayrat Jabborovichning oila a'zolari tomonidan talab qilingan Uchquduq 24 rasmiy kanali orqali "Bu mening dadam" nomli tabrik lavhasidan bir parcha olib, sizning e'tiboringizga uzatmoqdamiz. Azizlar, marhamat, tinglang va tomosha qiling. Izlarimni poylab yurgan qadam bor, vaqtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini qabrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yug'ladi yurakdagi armonlar, nafasidan nur uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Yug'ladi yurakdagi armonlar, nafasidan nur uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Mana bugun bevosita xonadoningizga emas, farzandlaringizning tashabbusi bilan ishxonangizga tashrif buyurdik. Bugun sizni ana shunaqangi xonangizda, kollektivingizning oldida Uchquduq 24 kanalining "Bu mening otam" loyihasi ijodkorlari mehmon bo'lib turibdi. Ana shu ijodkorlar nomidan, barcha kollektivimiz nomidan, barcha uchquduqliklar nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar. Assalomu alaykum G'ayrat aka. Mana endi men taniganimdan buyon mana shu Uchquduq xalqiga bir o'zi beminnat xizmatingizni qilib kelyapsiz, huquqimni ta'minlab. O'sha qanchalik ko'pchilikdan duo olgan bo'lsangiz, mana bugun ko'rib turibmanki, oilada ham eng yaxshi, eng mehribon, eng o'sha bir hamma havas qiladigan ota ekansiz. Chunki hammani ham o'sha farzandlari otasini tug'ilgan kunida yoqadim yoqmaydim deb bu darajadagi surprizlarni uyushtirmaganida, hali bizning loyihamizda mana shunaqa farzandlaringiz bor ekan aka, ular ham ko'z tegmasin. Ular mana shular baxtiga juda ko'p umrlar ko'ring. Chunki otasi bor, onasi bor odamni eng baxtli odamni. Nevaralar, chevaralar mana shunaqa bag'izda bo'lib, qanchaki Xudoy umr bergan bo'lsa, faqat mana shularni yaxshi kunida iloyim mana shu Xudoy bo'yi bo'lib turing. Mana bugun shu kollektivda hali ko'pchilik ketib qoldi, lekin sizda o'sha mana shu bolalaringizni surpriz uchun ushlab turdik. Avvalo uzr. Iloyim mana shunaqa ham kollektivimizda, oilasida baxtli odam eng baxtli odam. Mana bugun ham kollektivda ham oilada baxtli ekansiz. Mana shu bolalaringizni bugun tabriklarini, surprizlarini qabul qilib oling. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Har doim o'zingizni sog' bo'lib yuring. Dunyo turguncha turing. Rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. Jon dadaman, mehribon dada, so'zlarda mehribon dada, kamtargina xo'xsona, dada sizni yaxshi ko'raman. She'ringni. Bu akaza mayli, Abdulla teyza mayli, bobom bilan bobom tabriklasa mayli. Voy asarim, tabriklab qo'yinglar. Kel. Eng katta baxt. Dadajon, bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Dadamni soyasida, dadamni soyasida. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kirib yuring. Ota-onamni, meni, nabiralaringizning baxtiga sog' salomat bo'ling. Siz borsiz, biz shunday buyukmiz, shunday kerilib yura olamiz. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam, kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam, kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman.
dardinga o'ralgan dunyo tashvishlardan yaralgan Turpon ko'ksimga g'urur to'qoyasida yuribman davrin surib dadamni soyasida ravon umr yo'llarim go'zal so'zlarim ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'rmadim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'rmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman erkak bo'lib dadamni soyasida Eng yaxshi otani, eng yaxshi farzandlar bo'lib qolsa, mana shu 4 nafar farzanding. Rahmat. Mehr qo'yib yolg'on dunyoga. Qachongacha davron suramiz, sajda qilib qodir Xudoga, ota yuring hajga boramiz. Zimmangizda ro'zg'or tashvishi, shu tashvishni baham ko'ramiz, tugamaydi bu tashvish ishi. Ota yuring hajga boramiz. Gargabani aylasak tavof, mahshar kuni yuzi qoramiz, bu dunyoda eng katta savob. Ota yuring hajga boramiz. Asrab sizni jondan ziyoda, boshga qo'yib boray piyoda. Armonim shun, meni dunyoda, ota yuring hajga boramiz. Siz sabab yuribman davronlar surib, jo'ralar oldida ko'ksimni kerib, otajon o'g'lingiz qoldi ulg'ayib. Siz borsiz baxtim bor, norim otajon. Baxtimga sog' bo'ling jonim otajon. Duosi beminnat baxtim chirog'i, siz sabab o'smoqda omad yaprog'i. Sizni ko'rsam yashnar ko'nglim gul bog'i. Siz borsiz baxtim bor, borim otajon. Baxtimga sog' bo'ling jonim otajon. Alamlar tirnaydi o'yi bag'rimni, hech bir zot bilmaydi sizdek qadrimni. Dunyo to'ldirolmas kimdek qalbimni. Dada sizni juda sog'indim bugun. Tushimda har doim boshim silaysiz. Duolar qilasiz, baxtlar tilaysiz. Qizim deb bir yo'qlab endi kelmaysiz. Dada sizni juda sog'indim bugun. Mustafa katta yigit bo'lsin. Cham ishlayapsanmi? Shu onasi, dadasi, bubisi, buvi hammaga xizmat qiladigan yaxshi yigit bo'lsin. Shunday Mustafa, xo'pmi? Doim sog' bo'lsin. Ishlariga omad. Laylo ham katta bo'lsin. Undan keldi kalxatlarni ko'rgan tushim. Uchdi ketdi boshimdagi xumoqshim. Qolaverdim toshga urib yetim boshim. Ketayotir otam fano karvonida. Didor qoldi endi mahshar maydonida. Dadajon kim so'kadi xato qilsam? Dadajon kim turadi to'ylar qilsam?
mahşer maydonida. Dadajon kim so'kadi xato qilsam, Dadajon